O'zbek tilida 12 ta so'z turkumi borligini bilarmidingiz? So'z turkumlari 3 ga bo'linadi. Mustaqil so'z turkumlari, yordamchi so'z turkumlari va alohida olingan so'z turkumlari. Biz bugun siz bilan mustaqil so'z turkumlarini ko'rib chiqamiz. Mustaqil so'z turkumlarining o'ziyoq 6 ta so'z turkumidan iborat. Ot, sifat, son, fe'l, ravish, olmosh. Shulardan ot so'z turkumi. Kim, nima, qay so'roqlarga javob bo'lgan so'zlar ot so'z turkumini hosil qiladi. Sifat qanday qanaqa so'roqlarga javob bo'lib, otning belgisini bildiradi. Son so'z turkumi qancha, nechta, nechanchi so'roqlarga javob bo'ladi va u otning son sanog'ini bildiradi. Fe'l nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lib, harakat va holatni bildiradi. Ravish qanday, qay holda, qay tarzda so'roqlariga javob bo'ladi va bu so'z turkum fe'lning belgisini bildiradi. Olmosh so'z turkumi. Bu so'z turkum boshqa so'z turkumlarining o'rnida bemalol almasha olganligi uchun ham bu almash so'zdan kelib chiqib olmosh deb nomlangan. Yordamchi va alohida olingan so'z turkumlarini esa keyingi videolarimizda gaplashamiz. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.